Yurak qon tomir kasalligi hozir yer yuzidagi eng ko'p tarqalgan kasalliklar. Xalqaro sog'liqni statistikasi bo'yicha o'limning 31% yurak qon tomir kasalliklariga to'g'ri kelyapti. Ya'ni har 100 ta o'lgan odamni 30 dan oshig'i yurak qon tomir kasalliklari natijasida vafot etyapti. Yurak qon tomir kasalliklariga yurak kasalliklari va qon tomir kasallari kiradi. Qon tomir kasalliklari bular qon bosimida yuqoriligi va pastligi, ya'ni gipertoniya va gipotoniya asosiy tarqalgan kasalliklar va kamqonlik. Yurak kasallariga keladigan bo'lsak, bu birinchidan aritmiya ikki xil bo'ladi. Ya'ni yurak urishining o'zgarishi, yurak siklining o'zgarishi va bu ikkiga bo'linadi. Taxikardiya yurakni normadan, ya'ni 1 minutda 70 dan tez urishi taxikardiya, normadan pasayishi barikardiya deyiladi. 70 dan pasaysa barikardiya. Bundan tashqari stenokardiya bor. Stenokardiya bu yurak yetishmovchiligi, ya'ni yurak quvvatsiz bo'lib qoladi. Ozgina tezroq harakat qilsangiz, balandga ko'tarsangiz, entikib hansirab qolasiz, yurakda quvvatning pasayishi. Yurak ishemik kasalligi bor. Yurak qon tomir kasalliklarini oqibati infarktga olib kelishi mumkin va qon bosimidagi insultga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun bularning asoratlari og'ir kechadi. Yurak qon tomir kasalliklarini davolash kerak. Qanday davolash mumkin? Birinchi o'rinda nima ta'sir qiladi? Hop, sabablar. Eng birinchi sababi qon bosim kasalligida xarakter jihatdan, psixologik jihatdan oladigan bo'lsak, quvonishni bilmasligimiz. Yurakdiki, yuragimiz bilan yaxshi ko'ramiz, yaxshi ko'rishda eplanmasligimiz. Bu psixologik tomoni. Ya'ni quvonishni o'rganishimiz kerak, yaxshi ko'rish, sevishni o'rganishimiz kerak. Ikkinchisi, yurak qon tomir kasalliklarining sababi bu gipodinamiya. Hozirgi vaqtda juda ko'p odamlarda gipodinamiya rivojlangan. Gipodinamiyaning kam harakatsizligi oqibatida organizmda ortishi, vazn to'planishi, modda almashinuvi buzilishi kelib chiqyapti. Bu kam harakatsiz, ya'ni gipodinamiya eng ko'p keltirib chiqaradigan kasalliklar bu yurak qon tomir kasalliklari. Demak, aktiv hayotga o'tishimiz kerak. Kuniga hech bo'lmasa yarim soat, 1 soat jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishimiz kerak. Endi qanday jismoniy mashqlar yurak qon tomir kasalliklarida ta'sir qiladi? Bu nafas olish bilan bog'liq mashqlar. Bularga qaysilar kiradi? Yengil yugurish, piyoda sayr qilish, arg'imchoqda sapchish, badminton o'ynash,